Pastarg'om tumanidagi Oqmang'it mahallasida yashovchi Muhammad Nazarov bir necha yildirki qulupnaychilik bilan shug'ullanib, undan yaxshigina daromad olib kelmoqda. Hozirda u o'z tomorqasida 6 sotixli issiqxona tashkil etgan va gidroponika usulida Koreyadan keltirilgan qulupnay navlarini yetishtirmoqda. Daromad esa qilingan mehnatga yarasha bo'lmoqda. 15-20 kundan beri bozorga chiqarib boshladik. Havas qilganlar bemalol yetishtirsa bo'ladi. Buni sortlari ko'p. Eng hosildori, eng yaxshisi men o'ylaymanki, mana shu Sohlang deb juda ham ta'mi ham yaxshi, shirin. Muhammad Nazarov bundan tashqari tumandoshlariga ham qulupnaychilikning sir asrorlarini o'rgatib kelmoqda. Hozirga qadar 100 nafardan ortiq fuqarolar u kishidan qulupnay yetishtirishni o'rganib, o'zlari mustaqil ravishda ushbu daromadli ish bilan shug'ullanishmoqda. Aytgancha, sohibkor qulupnay ko'chatini tayyorlash bilan ham shug'ullanadi. Bu bilan u aholiga arzon, sifatli qulupnay ko'chatlarini yetkazib bermoqda. Ayni paytda uning ko'chatxonasida 25 ming tup qulupnay ko'chatlari tayyor. Bir yilda 7-8 oy hosilga kirib, hosilni berib turadi. Mana ko'chatini biz o'zimiz yetishtiramiz. Bir yilda bizning daromadimiz mana shu 6 sotikda aytadigan bo'lsak, 6 sotikdan 150 million, 200 milliongacha daromad bo'ladi. Oqmang'itlik usta dehqonlarning aytishicha, bir sotix yerga 1200 tupdan 1400 tupgacha qulupnay ko'chatlari ekiladi va aynan shu hajmdagi maydondan esa 40 million so'mgacha daromad olish mumkin ekan. Ayni paytda Pastarg'om tumanidagi Oqmang'it mahallasida 20 ga yaqin xonadonlar aynan qulupnaychilik bilan shug'ullanishmoqda. Ular o'z hovlisida mana shunday issiqxonalar tashkil qilib, tomorqadan yuqori hosil olmoqda. Mahallada kelgusida qulupnaychilikni yanada kengaytirish maqsad qilingan.